Max Tuningda navbatdagi Cobalt avtomobilimiz tayyor. Bunga ham ancha-muncha navrotlar qilib berganmiz. Ko'rasizlar, birinchi navbatda shunda ko'rishda nima mashina ekan deb o'ylantirib qo'yadigan primer tablolarni uстановка qilib berganmiz. Primer tabloyimiz ko'p funksiyali bo'ladi. Eng asosiy suvning temperaturalarini ko'rsatadi. Bu yerda benzin, akkumulyator volti, bitta ekranda qaraylik, shuncha narsa, tezlik o'rtada ham ko'rsatadi. O'rtada yana informatsionniy o'zingiz uchun kerakli bo'lgan narsani chiqarsanglar bo'ladi. Tezlikni bu yerda ko'rsanglar ham bo'ladi. Xo'p, moyi temperaturasi bu yoqda taxometr. Undan keyin patvarnikda yoqqanda xirarkilari bo'ladi, hamma indikatorlar ishlaydi, cruise control, umuman olganda ko'p funksiyali, temasi almashadigan katta displeyli primer tabloni uстановка qilib berganmiz bu Cobalt avtomobilimizga. Undan tashqari qilingan navrotlari ham bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxlariga ham to'xtalib o'tamiz. Original Malibu 2 rul, Black Piano bilan ishlab berilgan, cruise controllari ishlaydi. Mana bu knopkaga signal qilib bergan, bu monitor upravleniyasiga ishlaydi. Bu tomon bilan polniy. Podsvetkalar oq rangda yonadi. Undan keyin Malibu 2 bar, Black Piano bilan ishlab berilgan, zaryadkasi bor. Ruchnoy tormoz original o'rnatilgan, 3 ta knopkali bagaj ochish ulangan primer ichagi bor. Xo'p, barlarni ham original ruchnoy tormoz bilan yaxshisidan o'rnatilgan. Undan keyin polniy salon Black Piano qilib berganmiz detallarini. Pechkani deflektorlari, monitor ramkasi, bar ustki qismi, gulchatirlar atroflari, tablodagi detallarimiz, ruldagi detallar va 4 teshikdagi obshivkasidagi detallari, siklopodiyomnik ramkasi, ruchkani atrofi va kolonka setkalari ham Black Piano bilan ishlab berilgan holatda turibdi. Undan keyin mana ko'rasizlar, salon osvesheniya qilingan, gulchatirlarimiz oq rangda yonadigan qilib berganmiz. Bu bo'lgan, bambi ham oq rangda yonadi, pechka, rul, bar hammasi oq rangda yonadi, komplekt. Tabloni yetmasa ham bo'ladi. Tablo universalniy, birizoviy podsvetkasi ham bor. Oq qo'rganimiz juda ham chiroyli chiqdi, xohlasa bu Cobalt avtomobilimizga. Undan tashqari qilingan ishlari Star Stop o'rnatilgan original vatanniki Magicar dominant uстановка qilib berganmiz. 4 ta eshigidagi materialli chastini kojinli qilib berganmiz, perforatsiya bu yoqdagi ko'chalar bilan ishlab berilgan, chokli tushirilgan, torpedkani tepa qismlari, ikkita tepa chasti mana shunaqa qora rangda koja qilingan, peretashka qilingan holatda turibdi. Eng muhim ishlardan bittasi, bu avtomobilimiz to'liq shum izolyatsiya qilingan. STP mahsulotlaridan foydalanib, premium klass shum izolyatsiya qilib berganmiz. Malibu signali ham o'rnatilgan. Xo'p, koordinatlardan mana shunaqa neobычный korичневый sifat rangdagi X7 dizayndagi stenicha xo'llar taqilgan. Nima uchun bunaqa rang deb savol bo'lishi mumkin. Qaraylik. Eshikda obshivkada qora chast bordi, mana shu qora ulangan, tepadagi seriya chasti o'zini zavodskiy holatda qolgan. Mana shu seriya chastlarini polniy mana shunaqa rangda peretashka qilamiz, kombinatsiya, o'shani hisobini olib, mana shunaqa rang chexol taxtik. Bu yoqlari endi xudo xolisa hayit ayyomidan keyin qilib beradigan bo'lib turibmiz. Patologlarni ham qora qilib beradigan bo'lamiz. Xo'p, mana sanab o'tgan navrotlarimiz. Malibu 2 original rul, Malibu 2 primer tablo, oddiy arzonroq chiqadi bu primeri. TS-CC3 monitor zadniy kamerasi bilan Malibu 2 bar, polniy salon Black Piano, salon osvesheniya, obshivka koja, torpedka koja. Xo'p, undan keyin Star Stop, Magicar dominant pultli. Hammasi o'rtacha, polniy shumka ham bor. Shumkalari koordinatdan bunaqa chexollari bilan 2000 dan oshadi. 2000 dollardan oshgan. Yana o'zingiz uchun kerakli navrotlar bo'lsa, xizmatlar bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Detalni hisoblab, qaysidir element sizga kerak emas. Deylik, mana buni ham CC3 emas, CC3L yoki CC2 yoki umuman olganda Diamond yoki dominant monitorlar o'rnatishingiz mumkin yoki umuman monitor o'rnatmasanglar ham bo'ladi. Shunga qarab narxlari o'zgaradi. Malibu 2 barimizdan ham har xil varianti bor, narxlar o'ynab ketadi. Rulda ham shu, Star Stop ham shu, tabloni ham shu turxili bor. Arzonroq variantlari ham bor. Bu premium klassik desa ham bo'ladi. Qimmatroq pozitsiyasiniki primer tablo bo'lganligi uchun torpedka kojalarga yaxshi koja ishlatilgan. Hammasi umuman olganda yaxshi narsa. STPni ham shu eng qimmat, eng full variantda qilingan. Premium klassda bo'lgan. Arzonroq chiqarsanglar ham bo'ladi yoki undan ham yaxshiroq. Kimga qanaqa kelaverasizlar, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Max Tuningdan uzolashmanglar, bizdan kuzatib boringlar. E'tibor uchun rahmat.